Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, Abdullah, yaxshimisiz? Ha, yaxshilar. Ha, bu. Hop, bugun men Aha. sizlarga manfaatlarni o'tib beraman, mavzusini. Hop, doska bu yoqqa ham qarab turamiz. Manfaatlar Ha. 6 ta turga bo'linadi. Nechtaga? 6 ta. Hop, marfuat o'zi nima degani? Manfaat raf qilingan so'zlar. Ha, kalimalarni raf holatda bo'lish. Turga fa'ilun, mubtada, xabar, naib fa'il, ismu kana, xabari inna kiradi. Hop. Hop. Bu yerda misol uchun hop fa'ilunga misol beradigan bo'lsak, la'ibal valadu kuratal qadami. Aha. Ya'ni ma'nosi bola futbol o'ynadi. Bo'tda kuratal qadami bo'lar ekan. Ha, tuzuk. Bu yerda manfaat so'zimiz yaqinlashtirib olamiz. Bu yerda manfaat so'zimiz al valadu bo'ldi. Hop. Chunki raf qilingan. Hop, raf bo'ldi. Nima uchun raf bo'ldi bu? Mubtada bo'lgani uchunmi? Yo'q. Mubtada bo'lgani uchun emas. Ha. Foildan keyin Uy. fa'ilun bo'ldi. Shuning uchun. Foildan keyin emas, foil bo'ldi. Foil bo'ldi, ha, o'sha shuning uchun. Ya'ni bu la'iba nima degani? O'ynadi. O'ynadi. Fe'ldan keyin. Fe'lni foil o'zi nima degani? Fe'l qilingan so'zmi? Yo'q. Foil o'zi nima degani? Fe'l. La'iba foilmi shunda? Yo'q. La'iba fe'l. Xato aytdim men. Ha. La'iba fe'l. Bu foil deyapti valaduni. Foil nima degani? Ot, hop, yana-chi. Fa'ilun. Qiluvchi, bajaruvchi. Ha, qiluvchi. Mana bu fe'limizni bajarib berayotgan shaxs foil bo'ladi. Xo'p, lekin bajaruvchi deng. Ha, ya'ni la'ibal valad o'ynovchi kim bu yerda? Bola. Bola. O'shaning uchun Al foil. valadu. Foil degani qiluvchi, bajaruvchi degani. Ha. Hop, ikkinchi bo'limimizda mubtada. Hop. Mubtadoga misol al-faslu wasi'un. Hop, bu yerda manfaat so'zimiz, mubtada so'zimiz al-faslu bo'ladi. Ha, o'zbek tilida, ona tilida nima deydi Hop, mubtado? ona tilida sinfxona tozadir. Yo, mubtadoga qanaqa ta'rif? Nima deymiz ona tili grammatikada? Mubtada. Ega. Mubtada ega, xabar kesim. Ha, Bu yerda ega so'z sinfxona bo'ldi. Ha, barakalloh. Hamma raf holat deysiz. Aha, Hop, keyingisi. endi xabaru. Bu yerda xabar so'zimiz zakiyun. Aha. At-tolibu zakiyun misolli ma'nosi talaba zukkodir. Hop, bu yerda bu kesim. Kesim so'z bu yerda o'sha zukko bo'ldi. Hop, 4-bo'limda naibu fa'ilin. Aha. Hop, noib fa'il bu noib fa'il bu yerda bizda suriqol kitaba misolida suriqo bo'ldi. Yo, suriqo noibi foil ekan. Oxiri o'shaning uchun o bo'lyapti demadingiz. Suriqo fe'l-ku. Noib fa'ilimizni shunday al-kitaba bo'ldi. Nimaga to'g'ri qilyapsiz? Nima qarashini qarang. Chalg'itmaydi. To'g'ri, mana noib foilingiz shu. Men boshqa narsani ko'rib qoldim. Biz qaranglar. Suriqol kitabu bo'ladi. Mana, qoching to'sin endi. Bundan shu Uzr qol. Hop, kitaba deb yozib qo'ygan ekan. Nasib bilan. Ha. Biz tushunmayapmiz. Ha. Hop. Endi al-kitabu bu yerda noib fa'il bo'ldi. Suriqol kitabu misolimizning ma'nosi kitob o'g'irlandi bo'ldi. O'z noib foil nima degani? Fe'lni o'rin bosadi. Fe'lni o'rniga turadi. Yo'q, ana bajaruvchini o'rnin bosadi. Nima ekan? O'sha anaqa bajariluvchini o'rnin bosadi. Bajaruvchini foilning o'rin O'sha bosadi. fa'ilni o'rin bosadi. Shunda noib imom nima degan? Xuddi direktor zavch bo'lgandek-a. Ha, bo'ladi gapi. Hop. Hop, keyingisi ismu kana. Ismu kanaga misol kanat tuffahu lazizan. Bu yerda manfaat so'zimiz
At-tuffahu bo'ldi. Mashq esdan tushadigan chalg'it. Hop. Bu kana tuffahu lazizan misolimizning ma'nosi olma mazali. Olma mazali edi. Edi. Hop. Bu joyda qani marfu ismimiz? Lazizan marfumi? Yo'q. Marfuat at-tuffahu. At-tuffah. Barakalloh. Bu nima bu? Bu kanani ismi ekan. Bu nimasi? Xabari. Kanani Xabari. xabar. Yaxshi. Jadidun bu misol. Hop, inna toliba jadidun. Aha. Man misol ma'nosi anaqa talaba yangidir. Qani mutta marfuat? Manfaat so'zimiz bu yerda jadidun. Jadidun. Xabari inna. Inna so'zini xabari. Innaning xabari. Inna bitta o'zi bo'lib kelmaydi. Bunaqa misollarda. Aha. Buni sheriylari ham bor. Aha. O. Indan she'riylar bor ekan. Opa singillar. Kalima muannas bo'ladi-yu, o'shaning uchun opa singil deyishadi. Hop, anna. Zakka desa ham farqi yo'q aslida. Hop, inna, anna. La'alla layta. Hop, kim yordam beradi? Inna, anna, la'alla, layta yana nimasi bor? Ka'anna. Perfect. Abdurrahmon. Oh, lakinna. Biz bu ham bitta mavzu o'tib berasizlar. Inna va uni opa singillari deb turib, hammasini har bittasini o'zini xizmati bor. O'ziga yarasha ma'nosi bor har bittasini. Keyingi darsda kim tushuntirib beradi shuni? Nimaga ashab hamshirda? Inna va axovatuha deb qo'yadi. Innani opa singillari. Inna va uning opa singillari. Kim aytib beradi? Kim o'tib beradi shu mavzu? Abdurrahmonmi? Bo'ldi. Bugun qaysini o'tdingiz o'zi? Allan izanka nasib qiladiganlar. Yaxshi. Ha, aka, endi nima gaplar? Ya, bo'ldi. Bo'ldimi? Mana bu kanani ham qarindoshlar uruvlari bormi? A few moments later. Ha? Buni tanimayman degan. Bormi kanani she'riylari? Bor. Nodir bilar. Bo'ldi. Abdulla o'zi o'tib beradi keyingi safar kanani. Uni ham she'riylari bor. Mahallasida 13 kishi yashaydi ular. Keyingi seriyani kutamiz. Keyingi qismni. Bo'ldi, rahmat, kayfiyat ko'taring aka. Ya, hop. Hop, kulib qo'ying. Hop. Rahmat.